Uchta bino, yuzlab IT kompaniyalar, ushbu mamlakatning texnologik rivojlanishiga hissa qo'shayotgan minglab insonlar va eng qiziqarlisi, ularning barchasi qachonlardir o'z yo'lini noldan boshlashgan. 15 yildan buyon biz odamlarga IT va digital sohalarga kirib kelishiga yordam beramiz. 20 mingdan ortiq insonlar bizni kurslarimizni bitirishdi va hozirda ular ushbu industriyada o'z yo'lini topishdi. Kimdir O'zbekistondagi yirik kompaniyada ishlamoqda, kimdirlar esa o'z loyihalarini rivojlantirmoqda. So'nggi 2 yil davomida biz haqimizda deyarli hech qanday yangiliklar eshitmadingiz. Hech qanday balandparvoz e'lonlar va taqdimotlar bo'lmadi. Nega ekanligini bilasizmi? Chunki biz shunchaki yangilanish uchun yangilanish qilmaymiz. Bu 2 yil davomida biz platformamizda kichik detallarigacha tahlil qildik. Har bir fikr mulohazani o'qib chiqdik. O'quvchilar bilan yonma-yon ishladik va ta'lim aynan qayerda sustlashayotganini kuzatdik. Vaqt, motivatsiya va ma'no qayerda yo'qolayotganini o'rgandik. Shundan so'ng esa hammasini qaytadan yaratdik. Natijada paydo bo'lgan narsa bu shunchaki yangilangan interfeys emas, bu mutlaqo boshqa platforma. Bu yangi mantiq va yangi yondashuv. Insonning o'qishi, o'z rivojlanishini kuzatishi va qanday natijaga erishayotganini ko'rsatadigan platforma. Bugun biz uni sizga bosqichma-bosqich ko'rsatib beramiz. Keling, boshlaymiz. Birinchi bo'lib poydevordan boshlaymiz. Har kuni ko'radigan narsangiz, ya'ni interfeysdan. Har qanday ta'lim jarayonida bitta umumiy muammo mavjud. Bu ma'lumotlarning har yerda joylashishi. Darslar bir joyda, topshiriqlar boshqa joyda, dars jadvali kalendarda, progress esa miyada. 2 yil davomida biz ProWeb'da sodir bo'lgan barcha jarayonlarni yagona tizimga birlashtirdik va hozir buni qanday ishlashini ko'rsatib beramiz. Qarshi oling, yangi interfeys. Bu ProWeb'ning bosh sahifasi, sizning shaxsiy ish zonangiz. U bitta faktor asosida qurilgan, ya'ni platformaga kirishingiz bilan qayerda ekanligingizni tushunishingiz. Davomat va darslar statistikasi. Nechta darsni tugatgansiz? Kursda necha foizini o'tgansiz? Siz bu yerda o'z yo'lingizni aniq ko'rib turasiz. Topshiriqlar, nechtasi topshirilgan, nechtasi tekshiruvda, nechtasini hali bajarmadingiz, nechtasini o'z vaqtida yuborishga ulgurmadingiz. Topshiriqlar bo'yicha to'liq ma'lumot bitta panelda. Yon tomonda esa o'rtacha bahoyingiz joylashgan. Bu sizning darajangizni ko'rsatadigan jonli ko'rsatkich. U avtomatik ravishda yangilanib boradi. Coworking. Necha marta tashrif buyurgansiz? Oldindan ro'yxatdan o'tganmisiz yoki mustaqil kelganmisiz? Tavsiya etilgan qatnashuv foizini qancha qismini bajargansiz? Bular juda muhim. Chunki coworkingdagi amaliyot qanchalik ko'p bo'lsa, ko'nikma shunchalik mustahkam bo'ladi. Endi siz o'z rivojlanish dinamikangizni aniq ko'rib turasiz. Va guruh reytingi. Guruhdoshlaringiz o'rtasidagi o'rningizni ko'rsatadi. Bu sizga nima beradi? Boshqalarga qaraganda tez ketyapsizmi? O'rtachami yoki ortda qolyapsizmi? Sanab o'tilgan barcha ma'lumotlar bitta ekranda joylashgan. Bitta sahifa, bitta qarash, to'liq ma'lumot. Ta'lim jarayonidagi birinchi katta o'zgarish aynan shu. Endi siz qayerda ekanligingizni taxmin qilib yurmaysiz. Siz o'zingizni, progressingizni aniq ko'rib turasiz. Ammo bosh sahifa faqatgina progress ko'rsatish uchun emas. Bu sizning kunlik boshqaruv markazingiz. Kurs bo'limi va kontekst menyusi to'liq yangilandi. Bir marta tugmani bosish orqali siz kurs ichida bo'lasiz. Yana bir marta bosish bilan kerakli darsga o'tasiz. Yangilangan navigatsiya orqali ma'lumotlarni tez topishingiz mumkin. Eslatmalar. Bosh sahifada doim faol blok mavjud. Ertaga coworking yozdirganmisiz, platforma sizga eslatadi. Bu hafta hali coworkingga yozilmadingizmi? Unda tizim sizga o'zi ro'yxatdan o'tishni taklif qiladi. Hattoki haftangiz qiyin o'tayotgan bo'lsa ham, bu sizga o'qish jarayonidan uzilib qolmaslikni ta'minlaydi. Darslarni ko'rish bo'limi. U ikkita qismdan iborat. Birinchisi bu hali ko'rmagan darslar bo'lsa, ikkinchisi bu qayta ko'rib chiqish tavsiya etilgan darslar. Platforma bugungi kunda aynan nimaga e'tibor qaratishingiz kerakligini o'zi tavsiya qiladi. Barcha darslar, siz o'qiyotgan barcha guruhdagi materiallar yagona ro'yxatda jamlangan va sana bo'yicha saralangan. Bir oy oldingi darslarni qaytadan ko'rmoqchimisiz? Uni siz atigi bir necha soniyada topishingiz mumkin. Jadval, joriy haftadagi barcha faoliyatlar endi bir joyda. Darslar, topshiriqlar, testlar, materiallar, coworkingga yozuvlar. Aniq bir sanani ko'rmoqchimisiz? Unda shunchaki kalendarni oching va sanani tanlang. Bosh sahifa bu sizning ta'limni boshqarish markazingiz. Muhim bo'lgan barcha narsalar shu yerda jamlangan. Endi esa talabalar uchun eng muhim bo'lgan qismga o'tamiz. Uy vazifalari. Aynan uy vazifalari sizning ko'nikmangizni shakllantiradi. O'qituvchi sizni ular orqali baholaydi, keyinchalik esa ular sizning portfoliyongizga aylanadi.
Endi ProWebda uy vazifalari uchun alohida sahifa mavjud. Guruhni tanlaysiz va to'liq ma'lumotni ko'rasiz. Nimalar topshirilgan, nimalar tekshiruvda, nimalar hali bajarilishi kerak, nimalar o'z vaqtida yuborilmagan. Filtrlar, statuslar va muddatlar barchasi bitta ekranda. Kurs ichiga kiramiz. Kurs sahifasi. Bu yerda butun o'quv jarayonining tuzilmasi ko'rinadi. Modullar, darslar, nimalar yakunlangan, nimalar oldinda turibdi. Siz ayni paytda qaysi bosqichda ekaningiz. Endi kurs tushunarsiz punktlardan iborat uzun ro'yxatga o'xshamaydi. U siz bosib o'tayotgan aniq yo'lga o'xshaydi. Video player esa boshidan qayta ishlab chiqildi. Qulay boshqaruv elementlari, tushunarli interfeys, tezkor va moslashuvchan ishlash. Agar dars ichida bir nechta video bo'lsa, ularni to'g'ridan-to'g'ri player orqali yoki navigatsiya paneli yordamida o'zgartirishingiz mumkin. Dars materiallari esa videoning ostida joylashgan. Taqdimotlar, fayllar, havolalar, o'qituvchining foydali izohlari. Alohida sahifa ochishingiz shart emas. Kerakli materiallarni qidirishingiz ham shart emas. Ko'rdingiz, yuklab oldingiz va darhol darsga qaytdingiz. Hammasi bitta ekranda. Bitta qiziqarli fakt. O'rtacha talaba bitta dars davomida materiallardan 5-7 marta qayta foydalanadi. Bu esa e'tiborni boshqa tomonga chalg'ishga olib keladi. Har bitta chalg'ish esa konsentratsiyani pasaytiradi. Biz bu ortiqcha harakatlarni olib tashladik. Endi siz faqat bitta narsaga e'tibor qaratasiz. Darsni tomosha qilasiz va o'rganasiz. Boshqa hech narsaga chalg'imaysiz. Sizni hech nima chalg'itmaydi. Ta'limga bevosita aloqasi bo'lmagan, lekin fokusingizni bo'lib, o'quv jarayonini sustlashtirayotgan ishlar bor. Parolni almashtirish, elektron pochtani ulash, platformadagi dizaynni o'zgartirish. Avvallari bunday harakatlarning har biri sizni dars sahifasidan olib chiqardi. Endi esa talaba profili alohida modal oyna ko'rinishida ishlaydi. Avatar ustiga bossangiz oyna ochiladi. Kerakli barcha funksiyalar shu yerda. Profil tahrirlash, elektron pochtaning sozlamalari, sessiyalarni boshqarish, platforma sozlamalari, mavzuni tanlash, tilni o'zgartirish, qo'llanmalar va yo'riqnomalar. Ishingizni tugatasiz va oynani yopasiz va aynan to'xtagan joyingizdan davom ettirasiz. Dars ichida yoki kerakli sahifada. Endi kurs sahifasi haqida. Biz uni 4 ta tushunarli bo'limga ajratdik. Birinchisi bu kurs haqida. Bu yerda siz dastur tavsifi, ta'lim formati va eng yaqin guruhlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Shuningdek, shu sahifaning o'zidayoq konsultatsiyaga yozilish imkoniyati ham mavjud. Ikkinchisi esa bu modullar. Kursning to'liq o'quv dasturi ketma-ketlikda taqdim etilgan. Birinchi kundan boshlab bitiruvgacha bo'lgan yo'lni aniq ko'rasiz. Uchinchisi bu reyting. Kurs ichidagi yetakchi jadvallar. Bu yerda siz kursdoshlaringizning natijalari bilan tanishasiz va o'z o'rningizni baholashingiz mumkin. To'rtinchisi esa bu ochiq darslar. Yaqin kunlarda bo'lib o'tadigan bepul darslar ro'yxati. Ta'lim boshlanishidan oldin o'qituvchilarimiz qanday ishlashini ko'rishingiz mumkin. Va yana ikkita kichik ammo foydali yangiliklar mavjud. Murojaatlar va qayta aloqa. Agar siz platforma orqali murojaat yuborgan bo'lsangiz, uning holati bosh sahifada ko'rinib turadi. Siz statusni kuzatishingiz va arizalar tarixini yo'qotmasligingiz mumkin. Agar hali murojaat yaratmagan bo'lsangiz, lekin yordam kerak bo'lsa, uni to'g'ridan-to'g'ri bosh sahifa orqali yuborishingiz mumkin. Texnik muammo yuzaga kelsa, siz yolg'iz emassiz. ProWeb talabalari uchun texnik yordam xizmati mavjud. Biz dasturlarni o'rnatishda va ish muhitingizni yaratishda yordam beramiz. Uyga vazifalarni nafaqat coworkingdan, balki uy sharoitida ham bemalol bajarishingiz uchun barcha sharoitlarni yaratdik. Avvallari talabalar kompyuter yoki noutbuklarni texnik xizmatga topshirganlarida uni qachon tayyor bo'lishini har doim ham aniq bilishmasdi. Endi esa buning uchun alohida bo'lim mavjud, servis markazi. Siz bizga topshirgan barcha qurilmalar bitta ro'yxatda saqlanadi. Har bir murojaat bo'yicha to'liq jarayonni ko'rishingiz mumkin. Qaysi qurilma topshirilgan, qachon qabul qilingan, hozir qaysi bosqichda, qachon natijani kutish mumkin. 4 ta status: qabul qilindi, diagnostikada, ta'mirda, tayyor. Gamifikatsiya. Har qanday ta'lim jarayonida qiyin vaziyatlar bo'ladi. Birinchi oy motivatsiya yuqori, hamma narsa yangi va qiziqarli bo'lib tuyuladi. Siz ilhom bilan o'qiysiz. Ikkinchi oy mavzular murakkablashadi. Ayrim materiallarni o'zlashtirish qiyin bo'ladi. Uchinchi oyga kelib esa charchoq sezila boshlaydi. Ish, oila, kundalik hayot, o'qish esa bajarish kerak bo'lgan navbatdagi vazifaga aylanadi. Aynan shu nuqtada eng muhim sinov boshlanadi. Bu bosqichdan o'ta olganlar kasb egasiga aylanadi. Yo'lda to'xtab qolganlar esa 1 yildan keyin hammasini boshidan boshlashadi yoki umuman boshlashmaydi. Biz 15 yildan beri shu holatni kuzatib kelamiz va yaxshi bilamizki, muammo mavzularning murakkabligida emas. Muammo shunchaki aynan shu davrda talabalar nima uchun o'qishni boshlashganini unutib qo'yishadi. Shuning uchun yangi platformaga o'qishni majburiyatdan qiziqarli jarayonga aylantiradigan imkoniyatlarni qo'shdik.
Sizning yutuqlaringiz endi hammaga ko'rinadi. Tanishing, kuboklar. Bu o'quv jarayonidagi yutuqlar tizimi, ta'limdagi haqiqiy natijalar uchun beriladigan mukofotlar. Birinchi topshirilgan loyiha, birinchi yakunlangan modul, dars qoldirmasdan o'tilgan birinchi hafta, coworkingdagi birinchi oy, to'liq tamomlangan kurs, bitiruv va hokazo. Har bir kubok siz bosib o'tgan yo'lni tasdiqlaydi va bu yo'lni hamma ham bosib o'ta olmaydi. Kuboklar profilingizda ko'rinib turadi. Platformadagi istalgan talaba sizni kuboklaringizni ko'rishi mumkin va siz ham ularni kuboklarini ko'ra olasiz. Bu esa yoningizdagi inson sizda hali mavjud bo'lmagan kubokni qo'lga kiritganda sizga har qanday motivatsiyadan ko'ra ko'proq ta'sir qiladi. Barcha talabalar uchun shartlar bir xil. Qaysi kursda, qaysi tilda, qaysi darajada ekaningiz muhim emas. Kuboklar bu talant haqida emas, bu intizom haqida. Ammo kuboklar hali hammasi emas. Har bir yutug'ingiz uchun siz nafaqat mukofot belgisi, balki ProCoin ham qo'lga kiritasiz. Loyihani yakunladingizmi, ProCoin olasiz. Modulni tugatdingizmi, ProCoin olasiz. Bir oy davomida darsni qoldirmadingizmi, yana ProCoin olasiz. Bu coinlar shunchaki raqamlar emas, ular platformaning ichki valyutasi hisoblanadi. Va ular orqali do'konda siz turli imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Eksklyuziv mini darslar, qo'shimcha materiallar, faqat ProWebda mavjud bo'lgan maxsus mahsulotlar. Endi o'qishdagi har bir qadam nafaqat natija, balki rivojlanish uchun keyingi imkoniyatga aylanadi. O'qish endi yanada qiziqarli. Barchamiz bu hissiyotni yaxshi bilamiz. Imtihon uchun yodlangan narsalarni bir haftadan keyin esimizdan chiqarib qo'yamiz. Ammo o'yin davomida o'rgangan narsalarimiz yillar davomida xotiramizda saqlanib qoladi. Miya shunday ishlaydi. Hissiyot uyg'otgan ma'lumot xotirada saqlanib qolinadi. Hissiyotsiz olingan ma'lumot esa vaqt o'tgan sari unutiladi. Shuning uchun platformaga o'rganish jarayonini qiziqarli qiladigan yangi tizim qo'shdik. Tanishing, ProQuiz. ProQuiz bu platforma ichidagi interaktiv o'yin. Format jihatidan Kahootga o'xshaydi, ammo to'liq bizning ta'lim tizimimiz uchun moslashtirilgan. O'qituvchi darsning o'zidayoq o'yin xonasini yaratishi mumkin. Endi mavzuni mustahkamlash shunchaki takrorlash formatida emas, bu haqiqiy musobaqaga aylanadi. Natijalar, jadvallar, ballar va yakuniy g'oliblar bilan. Talabalar telefonlari orqali ulanadi. Savollar ekranda paydo bo'ladi. Javob berish vaqti esa cheklangan bo'ladi va raqobat muhiti o'z-o'zidan shakllanadi. Atigi 20 daqiqalik o'yin. Natijada esa olingan mavzularning barchasi xotirada mustahkamlashadi. Bu o'qishni o'rnini bosuvchi ko'ngil ochar vosita emas. Bu zerikarli bo'lishdan to'xtagan ta'limdir. Keling xulosa qilamiz. Yangilangan interfays, har bir qadamingizni natijaga aylantiradigan kuboklar va ProCoin tizimi. Ta'limni qiziqarli jarayonga aylantiradigan ProQuiz. Bu yangiliklarning har biri alohida olinganda ham katta qadam hisoblanadi. Ammo birgalikda ular bundan-da kattaroq ma'noni anglatadi. Bu yangi ProWeb. Progressi aniq ko'rinadigan, natijalari tushunarli bo'lgan va keyingi qadamni oson ko'rsatadigan platforma. Ammo platforma qanchalik mukammal bo'lmasin, u baribir faqat vosita bo'lib qoladi. Ta'limdagi eng muhim narsa interfays emas, tugmalar emas, gamifikatsiya ham emas. Eng muhimi bu siz. Boshlash haqidagi qaroringiz, yarim yo'lda tashlab ketmasligingiz, hech kim nazorat qilmayotgan paytda ham intizomni saqlab qolishingiz. Platforma faqat yo'lingizni aniqroq, osonroq va qiziqarliroq qila oladi. Qolgan barchasi o'zingizga bog'liq. 15 yil avval biz o'z faoliyatimizning ma'nosini ifodalovchi 3 ta so'zni tanlagan edik. O'qing, rivojlaning, erishing. Bu shunchaki marketing shiori emas. Bu IT sohasiga noldan kirib o'z o'rnini topgan har bir insonning formulasi. O'qing, bilim oling, savol bering va xato qilishdan qo'rqmang. Rivojlaning, birinchi natijadan to'xtab qolmang. Har kuni kechagidan ham yaxshiroq bo'lishga harakat qiling. Erishing, maqsadlaringiz uchun oxirigacha boring. Loyihagacha, ishgacha, xullas orzungiz ustida har doim ishlang. Agar hozir bu videoni tomosha qilib, balki men ham urinib ko'rsammikan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, birinchi qadamni qo'yishning 3 ta oddiy usuli bor. IT testimizni topshiring, atigi 5 daqiqa ichida qiziqishlaringiz va kuchli tomonlaringizga mos yo'nalishni aniqlab oling. Ochiq darsga yoziling, qaror qabul qilishdan oldin ta'lim jarayonimiz bilan tanishing yoki konsultatsiyaga yoziling. Maqsadingizga mos dastur tanlashda yordam beramiz. Bularning barchasi izohlardagi havolada mavjud. ProWeb sizni kutmoqda. ProWeb, o'qing, rivojlaning, maqsadingizga erishing.